Yevropada ishi yengil, lekin ko'p maosh to'lanadigan davlat qaysi? Bolgariya yoki Polsha? Polsha. Polsha yoki Sloveniya? Polsha. Polsha yoki Latviya? Latviya. Latviya yoki Estoniya? Latviyada ko'proq to'lanadi. Latviya yoki Slovakiya? Latviya. Latviya yoki Serbiya? Serbiya. Serbiya yoki Litva? Serbiyada ko'proq to'lanadi. Serbiya yoki Chexiya? Serbiya. Serbiyada o'zi sizlarda ish vakansiyalari bormi? Serbiyada hozir bizda qurilish va kuryerchilik bo'yicha bo'sh ish o'rinlari bor. Ishlar boya aytib o'tganimizdek unchalik qiyin emas, erkin ish grafikasida. Misol uchun siz xolasangiz mashinada, xolasangiz skuterda kuryerchilik qilsangiz bo'ladi. U yerda ishlab siz oyiga o'rtacha $1000 dan $2000 gacha daromad topishingiz ham mumkin. Serbiya vizali davlat deb eshitganmiz. Viza masalasi-chi nima bo'ladi? Viza masalasida biz o'zimiz sizga yordam beramiz. Sizni hujjatlaringizni viza topshirib, to ishga joylanguningizgacha bo'lgan jarayonda yordam beramiz. Shu paytgacha biz 100 dan ortiq mijozlarga vizalarni olishga yordam berib kelganmiz. Firma to'lovlari va bo'sh ish o'rinlari haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. Yo'qsa joylarimiz to'lib qolishi mumkin.